Men xalqqa tavsiya qilaman, menga o'xshagan sahri bor insonlarga tavsiya qilaman. Ichib foydalansin. Men ancha foydasini sezdim. 12 yil hozir 8 ga tushdi. Ashti oyoqlarimda ish bitardi oyoq. Ashti hozir diyeta qilganim yo'qsa, terlab, muzlab, holsiz edimda. Masalan, hozir ancha yengilman, xudoga shukr. Hech kim pul taklif qilgani yo'q. Men o'zim olib o'sha choyni men o'zim olib iste'mol qilyapman. Xalqqa ozgina bo'lsa ham manfaatimiz tegsin. Men xalqqa tavsiya qilaman, menga o'xshagan sahri bor insonlarga tavsiya qilaman. Ichib foydalansin. Zohirjon aka, xudo xolis mahsulotimizni sotganingizga qancha bo'ldi? 1 oydan o'tdi. 1 oydan oshdi. Ha, 1 oydan oshdi. Mahsulot qayerda ko'rdingiz? Men Instagramda ko'rdim buni mahsulotni. Keyin o'shanga qarab men qo'ng'iroq qildim. Ana podrobniy tugmalarini bosib mana qildim. O'zi anaqangi o'zidan aloqaga chiqishdi menga. Zakaz bergan bo'lsam, bugunisiga olib kelib berishdi. Muammo bo'lmadi. Hech qanaqa muammo joyi yo'q. Buni men ancha foydasini sezdim. 12 yil hozir 8 ga tushdi. Ashti 8 ga tushdi saqlaysiz. 1 oy ichida xudo xolasa. Undan buyog'iga zo'r bo'lib ketyapti. Ha, xudo xolasa. Qolganlarga tavsiya qilaman. Menga o'xshagan sahri bor insonlarga men tavsiya qilaman shu narsani. Даже amakim Samarqandda turadi-da. Amakimga ham jo'nattirib yubordim-da chetdan. Aloqaga chiqib shunaqa bor imkoniyat bormi Samarqandga jo'natishni deb. Ular ham ichib yotdi hozir. 3-4 kun bo'lib qoldi ularga. Bo'lib qoldi. Zo'r. Birinchi o'zi sahar qachon bo'lib qoldingiz? 22-yil. 22-yil. 22-yil infarkt ushlaganimdan. Infarkt orqali bo'lib qoldi. O'shandan orttirib oldim-da saharda. Sahar bo'lganingizda o'zingizda qanaqa hissiyotlar? O'zimda juda og'ir his qilardim. Oyoqlarimda ish bitardi oyog'im. Terlab, muzlab, holsiz edimda. Hozir ancha xudoga shukr. Mahsulotni olganingizdan keyin xo'p, hamma ichish tartiblarini tushuntirib berishim xodimmi? Ha. Muammosi bo'lmadimi? Yo'q, muammo joyi bo'lgani yo'q. Tez aloqaga chiqib qilib turibdi, maslahatlar berib turibdi. Ana endi ertadan 2 tani 1,5 litr suvga tayyorlab ichishga o'tamiz endi. Shunaqa maslahat berishdi. Ha. Umuman qoldirganim yo'q. Zo'r. Diyetalar qanaqa bo'ldi? Ashti hozir diyeta qilganim yo'qsa. Zo'r. Diyeta qilganim yo'q hozir. Zo'r. Hammasini yeyish kerak, maksimal, chunki o'zingizam bilasiz. Boshida 20 kun dietada bo'ldim. Boshida 20 kun dietada bo'ldim. Yo'q hozir yo'q. Diyeta yo'q hozir. Zo'r. Xohlagan narsamni yeyman, ichaman. Lekin ichaman deganda hali gazli mahsulotlardan ancha tegilganman. Ichmayman gazli. Aslida ichsam bezga suv ichaman. Mana choyni pastdan o'zim bilan olib yuraman, ko'chada yursam ham. Ancha foydasi bor. Oyoq uvishlari, qo'ldagi uvishlar hammasi qoldimi? Qoldi. Peshobga chiqishda qanaqa bo'ldi? Peshobga chiqish kechasi 3-4 marta chiqardim. Hozir kechasi 1 marta chiqaman. O'zimdan hozir ancha yengilman, xudoga shukr. Mahsulotdan rozisiz? Albatta. Ishlab chiqarganlarga katta. Agar Instagram tarmoqlarini ham ko'rgan bo'lsangiz, xalqqa orasiga kirib, bular pul berib qo'pol qilib aytganda uni qilishadi, mahsulotdan intervyular olishadi degan fikr bor. Yo'q. Shaxsan men umuman menga hech kim pul taklif qilgani yo'q. Men o'zim olib o'sha choyni men o'zim olib iste'mol qilyapman. Men xalqqa tavsiya qilaman, menga o'xshagan sahri bor insonlarga tavsiya qilaman. Ichib foydalansin. Ko'pchilikka tavsiya qilyapman-da hozir ham. O'shandan foydalaninglar, yaxshi narsa ekan. Ichib ham o'shani
hech qanaqa bu yerda pul ishlash degan narsa emas. Chin ko'ngildan xalqqa ozgina bo'lsa ham manfaatimiz tegsin, bizni ham o'sha biz yutug'imiz.